Vay vay Nazırkom. Nazırkom sahnesini Turpan Güllayli yemek içmek başkuruş çekiş şirketi alohida qo'llagan. Salam dostlar, men riyosetchi do'stinglar Mehrigul. Turpan Nazırkom madaniyat tarqitish şirketi ishlagan. Turpan Güllayli yemek içmek başkuruş çekish şirketi alohida qo'llagan Nazırkom sahnesi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganimdan to'liq xushalman. Nazırkom sahnimizning tunji soniga taklif qilgan aziz mehmonimiz Turpanga kel qatorliq ijodiyatlari bilan xalq qalbidan o'rin olgan ko'p qirliq san'atkorimiz Rishit Qosim. Davlat ikkinchi darajalik artist, ataqlı sanatkor Rishit Qosim 1957 yil 2 ayning 24 kuni Turpan shahri Idiqut rayoni Yalquntaq bozorida tug'ilgan. 1974 yili Turpan Naqshusul o'migiga qabul qilingan. Shundan beri u san'at peshvolarini ustoz tutib, qat'iy qilib o'rganib, o'ziksiz tirishib, san'at ijodiyati va o'rinlash jihatda ko'p qirliq mahorat yetishtirgan. 50 yilga yaqin san'at hayotida Qizil Chiroq, G'uncham, Qonliq yillar qatorliq opera dramalarda rol olib qolmay, 300 ga yaqin muzika, naqsh usul ijodiyatlarini ro'yobga chiqargan. U ratlab sahnalashtirgan Nazırkom usuli 1985 yil Abdum rayon bo'yicha o'tkazilgan ko'rakda 1-darajalik mukofotga erishgan. Naqshi ijodiyati Kokkok 1986 yil Abdum rayon bo'yicha 2-darajalik ijodiyat mukofotiga erishgan. 1998 yili u san'at yetakchiligini ustiga elib, usul naqshi muzika ijodiyati ishlagan cho'ng tipdagi san'at filmi Turpanga muhabbat 2-darajalik to'lpar mukofotiga erishgan. 2006 yili u ratlab muzikalashtirgan Idiqutdagi Nag'ra sadasi mamlakatimiz bo'yicha o'tkazilgan so'qma muzikalar ko'rikida 2-darajalik mukofotga erishgan. Mushuningga o'xshash uning mamlakat Abnum rayon darajalik erishgan turli mukofot sharaflari 20 dan oshadi. U toki dam olishga chiqquncha izchil turda Turpan Uzum bayramining san'at nomerlari bosh ijodiyatchisi bo'lib ishlagan. U Shinjang adabiyot san'atchilar birlashmasining hay'ati, usulchilar jamiyatining a'zosi, Turpan usulchilar jamiyatining raisi bo'lgan. Rishitga yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Rishitga Turpanning yaqinqi 50 necha yillik madaniyat san'at ishlarini varaqlig'imizda sizning muborak ismingizni, ya'ni Rishit Qosim degan ismni atlab o'tib ketolmaymiz. Rahmat. Siz mayli naqsha, muzika, usul ijodiyati, epizod, drama ijodiyati bo'lsin va yoki riyosatchilik qilish, aktyorlik qilish jihatlarda bo'lsin, ko'p ajrlarni singdirgan. Rahmat. Bugun shu fursatda san'at hayotingizni bir eslab baqandiq. Ma'qul. Shu Nazırkom ekrani orqali barliq ko'rarmanlarga chin ko'nglimdan samimiy salom yo'llayman. 50 yillik san'at hayotim naydan agri to'qayliq jafo mushaqqatlik ichida o'tdi deyishdi uni. Turpan qadimgi bir yurt bo'lish alaydiligi bilan madaniyat qatlamini aytan cho'nqur, madaniyatga oid asarlar mo'l, madaniyat san'at sohasidagi ixtisos xodimlarni aytan ko'p chiqqan bir rayon. Ana shulardan o'rnak elib, biz o'makka kelgandan keyinlar biz o'makda mana aytdik katta ustozlarimiz bo'ladigan muzika o'rinlash, usul o'rinlash, ijodiyat qilish jihatda shu ustozlarni o'zimizga ustoz tutib, 30-40 yillik san'at hayotimda naqsh o'rinlash, muzika o'rinlash, etod, lapar, daram o'rinlash qatorliq jihatlarda ma'lum natijalarni qo'lga keltirdim desam bo'ladi. Ammo shu jarayonida men ijodiyat bilan shug'ullanib, bir qo'lda usul, muzika o'rinlash, bir qo'lda ijodiyatni tutib, ta hozirgacha 300 ga yaqin har xil janrdagi asarlarni omma bilan yuz ko'rishtirdim desam bo'ladi. Nurg'unlari matbuotlarda e'lon qilindi, televizor, radiolarda e'lon qilindi. Hamda shu natijalarni qo'l keltirishimga menga boshdan oyoq yorug'lik bo'lgan. Oldi bilan meni tug'ib o'stirgan ota-onam, urug' tuqqanlarim, barliq kasbdoshlarim, ham shu kasbdagi ustozlarim bor. Mehribon
Kuyumcan ayolımga Moşu eserlerini bir yarqın bir sahnelerde julalandırışqa şarait hazırlab bergen partiya hükümetke chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizga rahmat. Rishka, biz kichigimizdilla sizning ijodiyatlaringizni anglab cho'ng bo'lgan. Yaqinda anglasam, yana shunday chiroyli ijodiyatdan birini qilsiz, shu ijodiyatingizni bugun mush yerda bir o'rinlab bersangiz bo'ladimi? Bo'ladi ekan. Şu Nazırkom sahnesi arqılıq, ekran arqılıq yeniden icad qilgan dosyarlar jam bo'lsa deyman degan ijodiyatimni ekran oldidagi xalqimga sovg'a qilay. Kem bulsa deyme Tılda şirin kem bulsa deyme Su içerge kömüldün kömür Dost yarenle cem bulsa deyme O içerge kömüldün dost yarene cem olsa deyim Biri yürer her işte ayda Biri yürer hizmete layda Hem dem olup demlengen çayda Dost yarene cem olsa deyim Hem dem bulup demlengen çayda dost yarenle cem bolsa deyim Hoşallıktın köp iken hesret Dön inaklık insanğa nusret Ecel bizge bergende furset Dost yarenle cem bolsa deyme Ecel bizge bergende furset Dost yarenle cem bolsa deyme Hayat mühtaç muhabbetlerge Mühtaç emez hamaketlerge Berdem berip kelgen dertlerge Dost yarenle cem bolsa deyim Berdem berip kelgen dertlerge Dost yarenle cem bolsa deyim Rahmat Rishka, odamning yurgiga tegadigan ijodiyat bo'pti. Rahmat sizga. Rahmat.
Reşitga siz rahatlab sahnalashtirgan Nazırgım usuli hozirgacha mamlakatimizning cho'ng sahnalarida o'rnilib kelyapti. Yana sizning ijodiyatingiz bo'lgan Üzümzar söygüsünümü hozirgacha hammamiz yoqtirib anglab kelyapmiz. Rahmat. Bugun naq maydonda ashu naqshidan huzurlansak bo'lamdi. Voy bo'ladi ma'qul. Beşdok gördük ya Kalbaranlık içinde Mum beşdok gördük ya Kalbaranlık içinde Şimdi söyle Çin söyine teyzene sürüp ayrı gecede Kalbideki bağrını mum düşürür şadını kalbideki bağrını üzüm zarlı söygisi çeker yürek harını üzüm zarlı söygisi çeker yürek harını üzüm zarlı Öyleyse çeker yürek ağrını Söyleymeyin o el söyler Çin vapalar yarını Biz bulaylı mengüge üzüm zarının bağını Biz bulaylı mengüge üzüm zarını bağını Biz bulaylı mengüge üzüm zarını bağını Üzüm zarını bağını
Rahmat Rishtka. Bu ijodiyat bek chiroyli bo'lib ekan. Har qitim olsam, har qitim shu larzon varislarga tushib ketkim kelib ketadi ekan. Rahmat sizga. Rahmat. İcadiyet degan haq suyishi kerak. Bek chiroyli ijodiyat bo'lib ekan. Rahmat. Rishtka, nazirgim sahnimizning tunji soniga qimmatli vaqtingizni ajratib kelganingizga ko'p rahmat. Rahmat. Bundan keyingi ijodiyat ishlaringizning texmi o'ngishli bo'lishini, tiningizning salomat bo'lishini umid qilaman. Rahmat sizga. Rahmat. Men shu nazirgim ekranining texmi mo'l bo'lishini, ishlarining o'ngishli bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Nazirgim sahnasi sizning, bizning, shundaqla hammamizning sahnasi. Nazirgim sahnasi Rishit Qosim akamizga o'xshash tövfikarlarga hurmatimizni bildiradigan, ularning ajrini xotirlaydigan, al ishi san'atkorlarining numurlaridan huzurlanadigan, ijodkor va san'at fidokorlariga sayna hozirlaydigan, havaskorlarga madad beradigan ommabop sahna. Nazirgim sahnimizning bu soni mush yerda oxirlashdi. Keyingi sondagi mazmunlar texmi sarxil, keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Vay vay